Uchar joynamoz. Muallif Xonzoda Zokirova. Bir bor ekan, biri yo'q ekan. Qof tog'ining narigi tomonida joynamozlar saltanati bor ekan. Saltanatning tog' yonbag'riga yetib kelib, uning xushbo'y tuprog'iga qadam qo'ydim. To'satdan men nimani ko'rdim bilasizmi? Qarshimdan uchar joynamoz chiqdi. Joynamozni tutdim. Birga osmonni kezdik. Osmonda qushlar "Ya Alloh" deb qanotlarini qoqib qo'ydi. Joynamoz hilpirardi. Atrofga Qur'on harflari sochilgan. Aynan shu paytda hikoyamiz boshlandi. Bu mamlakatda yaxshi qoida bor. Namoz o'qishni boshlagan bolalarga sovg'a sifatida chiroyli joynamoz beriladi. Joynamozlar buni juda yaxshi ko'rishadi. Bir bolakay namoz o'qisa, bizni o'zi bilan olib ketsa, deb kutishardi. Bir kuni saltanatga 7 nafar bolaning namozni boshlaganligi haqida xabar keltirishibdi. Eng chiroyli joynamozlar tayyorlanibdi. 7 nafar bolaga qadrdon do'st bo'lishlarini niyat qilib, ularning uylariga jo'natishibdi. Barcha joynamozlar tayyorlanib, yo'lga chiqishibdi. Mitti joynamoz esa hayajonlanib uchishni boshlabdi. Momiq bulutlar orasidan o'tib, oppoq qushlarga qo'l silkitibdi. Osmon bo'ylab uzoq-uzoqlarga uchibdi. Keyin katta masjidni ko'rib, uning derazasidan tushibdi. U hayajon bilan atrofga qarar edi. Va o'sha paytda u nimani ko'ribdi bilasizmi? Namozdagi yangi hamrohi shu yerda ekanligini ko'ribdi. "Mana mening namozdagi hamrohim", deya xursandchilik bilan sakray boshlabdi. U yangi do'stining oldiga uchib kelibdi. "Assalomu alaykum. Mening ismim Nini. Men joynamozlar saltanatidanman. Namoz o'qishni boshlaganingni eshitdim. Men sen bilan do'st bo'lishni xohlayman." Qizcha juda xursand bo'lib ketdi, chunki bu uning birinchi joynamoz do'sti edi. Joynamozni xursandchilik bilan quchoqlabdi. Unga rahmat aytishni boshlabdi. "Mening ismim Fatima. Tanishganimdan xursandman. Joynamozlar saltanati haqida birinchi marta eshitishim." Nini do'stiga tabassum bilan qaradi va nima uchun kelganini tushuntira boshladi. "Biz namoz o'qiydigan bolalarni yaxshi ko'ramiz. Ularga sovg'alar beramiz. Sen ham namoz o'qishni boshlaganingni eshitdik. Darhol do'stlashishga yo'l oldik." Bu Fatimani juda xursand qildi. Unga namoz hadyasi juda yoqdi va joynamozga qarab, "Alloh bizga, oilamizga, do'stlarimizga ko'plab go'zal hadyalar va ne'matlar berdi. Men bu hadyalar uchun Allohga rahmat aytmoqchi edim. Shuning uchun namozni boshlashni niyat qildim", dedi. Joynamoz xursand bo'lganidan uchib yurardi. Fotimaning Alloh bergan ne'matlarga shukr qilish haqida o'ylagan fikri juda to'g'ri edi. Allohga shukr qilishning eng yaxshi yo'li bu namozdir. Joynamoz qo'lini silkitib, so'zini davom ettirdi. "Allohga tashakkur aytish qanday ajoyib fikr. Namoz o'qiganimizda shukr qilamiz. Shu tarzda u bergan ne'matlarni qadrlaymiz. Kel birga duo qilaylik, Allohga sevgimizni izhor qilaylik." Ikki do'st yonma-yon turishdi. Allohu akbar. Namozni shunday boshlashdi. Ular namoz o'qiganlarida ularning qalblari sevgiga to'ldi. Allohga ibodat qilish qanday go'zal ish. Sajdaga peshonalarini tekkizdilar. Mana eng yaxshi hadya. Avval o'ngga, so'ng chapga salom berdilar. Namozlar tugagach, qo'llar duoga ochildi. Ikki do'st "Amin" deyishdi. Ular bugungi kun uchun Allohga shukronalar aytishdi. Namoz tugagach, Fatima va joynamoz bir-birlariga qarashdi. Endi o'yin vaqti keldi. Nini sakray boshladi. Fatima hayajondan qarsak chaldi. "Men juda xursandman. Kel hovlini aylanib chiqaylik. Uning minorasiga uchamiz. Masjid gumbaziga chiqib yuqoridan shaharga qaraymiz." Fatima joynamozga qarab, uchish juda ajoyib ekanligi haqida aytdi. Fatima joynamozning ustiga minib olgandi. U do'stini mahkam ushlab, birga osmon bo'ylab uchib ketishdi. Minora atrofida aylana boshlashdi. Ikki do'st xursand bo'lishganidan kulisharkan, qushlar ularga qanotlarini qoqdi. Shu payt osmondan yana 3 ta joynamoz uchib keldi. Biri namoz o'qiydigan bolaga do'st bo'ldi. Biri masjid ichiga qo'ndi. Yana biri esa bu hikoyani eshitayotgan bolaga do'st bo'lish uchun yo'l oldi.